Qashqarning Yengishar noyisining Xoneriq yeziliq bir muhojirning o'tgan haftadagi inkosida Tavoqchi kentidan tutqun qilingan 100 necha kishi ichidan faqat bir kishining qo'yib berilganligi va 6 kishining turmadan jasadi chiqqanligi qayd qilingan edi. Aniqlash jarayonida bulardan bu yil Ro'zihit darpisida turmadan jasadi chiqqan mahbus Mattursun Iminning ayoli Nurimangul Hoshimning jasadini ko'rgandan keyin yurak kasali qo'zg'alib vafot bo'lganligi oshkorlandi. Egilinishcha Nurimangul jasadni ko'rgandan keyin ustiga o'zini tashlab yig'ilgan va jasadni elib kelgan xizmat gruppasidagi xodimlarni va soqchilarni qotillar deb ayblagan. Jasad yerlikka qo'yilib bo'lgandan keyin soqchilar Nurimangulni noyillik soqchi idorasiga elib ketib so'roq qilgan. So'roq davomida Nurimangul Hoshimning yurak kasali qo'zg'alib jon uzgan. Uyg'ur faoliyatchilari Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni hal qilish uchun dunyoviy jiddiy harakat qo'llanishni murojaat qildi. Bu chaqiriq Amerika Davlat ishlar kotibatligining 2023-yildagi kishilik huquq dokladida Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganini o'tirg'i qo'ygandan keyin e'lon qilingan. Sharqi Turkiston surgunda hukumatı e'lon qilgan bayonotda mundaq dedi. Surgunda Sharqi Turkiston hukumatı Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk millatlariga qarshi elib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qaratilgan jinoiy qilmishlarini bartaraf qilish uchun jiddiy va ahamiyatli dunyoviy harakat qo'llanishini talab qiladi. Türkiye İyi Partisining bayonotchisi Kürşat Zorlu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilgan Osman Baturni xotirladi. Kürşat Zorlu xotirlash uchurida mundaq dedi. Osman Batur Altaydan O'tir dengizgacha so'zilgan buyuk turk dunyosining qarshilig'ining simvollarining biri. U Sharq Turkistonning erkinlik kurashida shahid bo'lgan qahramon. Men Osman Baturni shahid bo'lganligining xotir kunida rahmat va minnatdorlik bilan xotirlayman. Uning ruhi xotirjam bo'lsin. İstanbul'da turishliq xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon o'zining ijtimoiy aloqa torida e'lon qilgan uchurda mundaq dedi. Biz Sharqi Turkistonning jangovar ro'yining simvoli va qahramoni Osman Baturning vafotining 73-yilligida rahmat bilan xotirlaymiz. Tesla'ning bosh ijroiya amaldori Elon Musk Xitoy bosh ministri bilan Beyjingda ko'rishgan bo'lib, Xitoydan butunlay avtomatik haydash yumshoq detalni yo'lga qo'yish ijozati olgan. Egilinishcha, Beyjing bu amerikalik mashina ishlab chiqaruvchining texnikasini vaqtliq tasdiqlagan. Xitoy amaldorlari Tesla'ga shirkatning to'liq avtomatik haydash yumshoq detal iqtidorini yo'lga qo'yish planini vaqtincha tasdiqlaganligini bildirgan. Manbalarda deyilishicha, Amerika toklik mashina ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Tesla Xitoyning Beidou shirkati ta'minlagan xarita va yo'l boshlash asosida avtomatik haydash mulozimatini ishlatadi ekan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hafta oxirida e'lon qilgan bu ziyoratni qabul qilganda yadro qurollarining Yevropaning o'rtaq mudofaasidagi roli haqida munozara etishga tayyor ekanligini aytgan. Bu bayonot Macronning yaqinda Yevropa rahbarligidagi mudofaa strategiyasining lozimligini ta'kidlagan bir yurish nutqlarining eng yengisi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Joe Bidenning Tayvanga harbiy yordamni o'z ichiga olgan qonun loyihasiga imzo qo'yganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Ministrlik harbiy yordam planini qat'iy rad qiladiganligini bayon qildi va Xitoyning eglik huquqini qo'g'dash uchun harakat qilinadiganligi haqida ogohlantirdi.